Har bir shahar avval orzudan boshlanadi. Toshkent va Yangi Toshkentni bog'lab turuvchi markazda Yevrohouse o'zining navbatdagi premium loyihasini yaratmoqda. Bu shunchaki uy emas, bu oilangiz baxti va kelajagi uchun yaratilgan yangi ekologik hayot maskani. Katta mamnuniyat bilan Greenleaf korporatsiyasi 5 yulduzli direktori o'z jamoasi va hamkorlari orasida katta hurmatga ega bo'lgan va yurtimiz biznes ledilarining havas qiladigan eng pik nuqtasidagi muhtarama xonim Dilbar Usmonovaga navbat beramiz. Marhamat. Nahotki mo'jiza ro'y berishi mumkin ekan deb yana bir bor o'zini tasdig'ini topdi. Agar esingizda bo'lsa, bir necha yillar oldin shunaqangi hammanglar bilan bitta chatda o'tirib yoki lidershiplarda orzu qilardik. Qo'shni bo'lamiz. Shunaqa vaqtlar keladiki, Greenleaf uylari quriladi. Lekin u paytda meni kim quradi? Yevrohouse direktori Timur Ahmadjonovich To'raqulovga Greenleaf jamoasi Dilbarxon aytganlaridek, bu jamoaning bir qismi deganlarida, bu agar bir qismi shuncha bo'lsa, uni umumiy jamoasi qanchaligini tasavvur qila olmayapmiz. Mana shu loyihani amalga oshirishimizda Dilbar opa bilan ko'p ichiga kirib, har bitta jihatlariga kirib chiqqanmiz. Nimaga deganda, bu aynan biz uchun, bizga qulay bo'lsin, jamoaga biz niyat qilganmiz, boya yuqorida aytib o'tganlaridek, bitta xonadonda turishimiz biz niyat qilganmiz deganlarida, shu loyihani amalga oshirishda qo'shimcha qulayliklarni qo'shib chiqqanmiz-da. Yevrohouse, tajriba, ishonch, kelajak.